Keyingisi, boya oqni ko'rsatgan bo'lsam, qorasi. 130 ming kilometr yurgan. 2022-yil deyishda adashmasam, mashinani qani bu yerda nimalari bor ekan? Mana 22-yil 5-oyda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, GM Company. By GM Company. Xo'p, avtomashina 138 ming. 138 ming tablosini ko'rdik. Bu yoqda nimalar bor? Bu yoqda-chi, sidramizda sovutishimiz bor ekan. Mashinada rulimizni qizdirish bor ekan. Koja, elektropaket. O'ng tomonimiz hozir ko'ramiz. O'ng tomonimizda elektropaket bo'lsa yana yaxshi mashina. Tablodan primer, orqa sidramimizni qizdirish bor ekan mashinada. Kraskasi toza deyishdi, faqat petnosi bor deyishdi. Bitta kalinkada. Qayerdadir. O'ng tomonimizchi elektropaket. Mana. Xo'p, Bose audio sistema, propanlik. Bu zavodskoy primermi mashina? Toza primer. Toza primer. 2 ob'em motor, 9 bosqichli avtomat korobka, propan. Puli necha pul buni? Bo'lish 23.900 ga beramiz. Bo'lish 23.900. 138 ming tabloda ko'rdik. Kraskasi, bitta kalinkasida petnos bor deysiz. Qolgan joylar radno. Udar yo'q. Bo'ldi.